Yakka tartibdagi tadbirkor yuridik shaxs maqomisiz mustaqil ravishda tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi shaxs. Hozirda yakka tartibdagi tadbirkorlik uchun 100 ga yaqin faoliyat turi mavjud. Yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun davlat xizmatlari markazlari yoki elektron shaklda may.gov.uz portali orqali ro'yxatdan o'tish mumkin. Agar tadbirkor elektron shaklda mustaqil ravishda ro'yxatdan o'tsa, bazaviy hisoblashning 0.9 barobari, davlat xizmatlari markazlari orqali ro'yxatdan o'tsa, bazaviy hisoblashning 1 barobari miqdorda davlat boji to'lashi belgilangan. Biz yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatini oy boshida ro'yxatdan o'tkazishni tavsiya etamiz. Negaki, ro'yxatdan o'tgan kundan qat'iy nazar mazkur oy uchun ham soliq hisoblanadi. Savdo va xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati kassa apparati va o'z muhriga ega bo'lishi shart. Mehnat staji hisoblanishi uchun yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati oyiga bazaviy hisoblashning 1 barobari miqdorida ijtimoiy soliq to'laydi. Yakka tartibdagi tadbirkor faoliyat turidan kelib chiqib 5 nafargacha xodim yollash imkoniyatiga ega. Yakka tartibdagi tadbirkorlar soliq bazasini hisoblashning soddalashtirilgan tartibini qo'llashi mumkin. Xususan, daromadi 100 million so'mgacha bo'lsa, qat'iy belgilangan soliq to'laydi. 100 milliondan 1 milliard so'm oralig'idagi aylanma uchun aylanmadan olinadigan soliq foizi yoki qat'iy belgilangan summa to'lanadi. 1 milliard so'mdan oshsa, yuridik shaxslar uchun belgilangan tartibda foyda solig'i yoki qo'shilgan qiymat solig'ini to'lashga o'tadi. Xalq bankida faoliyat yuritayotgan yakka tartibdagi tadbirkorlarga imtiyozli foizlarda 300 million so'mgacha mikrokredit ajratiladi. Shundan 100 million so'mgacha bo'lgan qismi uchun garov talab etilmaydi. Tadbirkorligingizni boshlashda to'g'ri yo'nalish va foydali ma'lumotlarga ega bo'lish uchun bizni kuzatib boring.